taolo Green Card lotereyasiga vaqtinchalik pauza berildi. Bu haqida juda ham ko'p joylarda xabar berildi. O'zlarida xabarlar bor, so'nggi yangiliklar haqida. Demak, do'stlar, Green Card haqidagi videomizni boshlashdan oldin albatta kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Kanalim yangi bo'lsanglar albatta. Demak, sizlar bilan birgalikda videomizni boshladik. Green Card lotereyasiga har yili dunyo bo'ylab 20 milliondan ortiq odam ariza topshiradi va bulardan bor yo'g'i 55 mingta odamga Green Card, ya'ni immigrant vizasi beriladi va Green Card lotereyasini ham o'ziga yarasha qonun qoidalari mavjud. Ya'ni Green Card g'oliblari ma'lum bir talablarga javob bersagina ularga o'sha Amerikada yashash uchun 10 yillik Green Card beriladi. Ya'ni ular Amerika elchixonasiga suhbatdan kirishdan oldin har bir Green Card g'oliblari DS-260 hujjatini, ya'ni formasini to'ldirishlari kerak bo'ladi. Bu DS-260 hujjati nima? Bizning background history'miz, ya'ni o'sha tug'ilganimizdan to hozirgi kungacha bo'lgan qilgan ishlarimiz, o'sha o'qigan joylarimiz, deydimi. Xullas, shunaqa ma'lumotlar yoziladi u to'g'risida. Xo'p, DS-260 hujjati to'g'risida bu alohida gaplashamiz boshqa videolarimizda. Hozir esa sizlar bilan birgalikda Green Card to'g'risidagi eng so'nggi shov-shuvli xabarlar bilan tanishib chiqamiz. Green Card nimaga to'xtadi? Xabarlar bor. O'sha Amerika Qo'shma Shtatlarida bo'layotgan so'nggi mudhish hodisalarga asosan Green Card lotereyasiga pauza berildi. Ya'ni o'sha Brown universiteti va MIT universitetlarida bo'layotgan otishmalar va jumladan o'zimizning o'zbekistonlik hamyurtimiz ham o'sha otishmalar qurboni bo'lgan o'sha Brown universitetida. Xo'p, otishmada qatnashgan shaxs 2017-yilda Amerika Qo'shma Shtatlariga Green Card yutish orqali Amerikaga kelgan deb topilgan va o'sha sabablarga ko'ra Green Card lotereyasiga vaqtinchalik pauza berildi. Va bitta narsani yodda tutishimiz kerak bo'ladi, o'sha rasmiy veb-saytlarda, rasmiy manbalarning hech qaysi birida Green Card butunlay to'xtadi yoki Green Card yakunlandi, Green Cardga cheklov qo'yildi deb hech qanday xabar berilgani yo'q. Endilikda biz nima qilishimiz kerak? Biz shunchaki o'sha rasmiy veb-saytlarda, rasmiy manbalarda berilayotgan yangiliklarni shunchaki kuzatishimiz kerak bo'ladi va o'sha Green Card lotereyasiga qachon start berilishini shunchaki kutishimiz kerak. Do'stlar, mana ko'pchiligimiz ijtimoiy tarmoqlarda blogerlarni kuzatib boramiz, to'g'rimi? O'sha biz kuzatib borayotgan blogerlarni ba'zilari o'sha Instagramda deymizmi yoki YouTube'dami fake xabar, ya'ni soxta xabarlar tarqatayotganlari ham yo'q emas. O'shaning uchun do'stlar, aldanib qolmaylik. Green Card to'g'risidagi eng so'nggi yangiliklarni o'sha rasmiy veb-saytlar yoki rasmiy manbalarda kuzatib borishingizni so'rab qolaman. Demak, bizda savol tug'ilishi mumkin. Ya'ni Green Card to'g'risidagi rasmiy ma'lumotlarni qayerdan kuzatib borishimiz mumkin bo'ladi yoki qayerdan ko'rishimiz mumkin degan savol tug'ilishi mumkin. Menimcha juda ham uzun bo'lib savolimiz. O'sha Green Card to'g'risidagi rasmiy ma'lumotlarni usa.go yoki travel.state.go saytlari orqali biz kuzatib borishimiz mumkin. Ushbu saytlar orqali biz rasmiy ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Endilikda Green Card lotereyasiga ariza topshirish $1 deb belgilandi va bu narx har bir kishi uchun, ya'ni har bir kishi Green Card anketasini to'ldirishdan oldin $1 majburiy to'lov qilishlari shart. Va Green Card lotereyasiga ariza topshirishdagi tartib-qoidalar yangilanmoqda va yangilanishi kuzatilmoqda. Bu albatta ariza topshiruvchilar va Green Card g'oliblarini holatiga qarab yangiliklar e'lon qilinadi. Demak, do'stlar, xavotirga o'rin yo'q. O'sha Green Card orzusida yurganlar, o'sha Amerika orzusida yurgan birodarlarimiz, yaqinlarimizga hech qanday xavotirlanmasliklarini so'rab qolaman. Ya'ni bu narsa albatta Alloh tomonidan, o'sha Alloh tomonidan yozilgan hodisalar, voqealar deymizmi? Ushbu xabarlarni, ya'ni Green Card to'g'risida berilayotgan rasmiy xabarlarni rasmiy veb-saytlar va rasmiy manbalardan kuzatishimizni so'rab qolaman. Demak, do'stlar, sizlar bilan birgalikda Kamin Atxambek bo'ldi. Sizlar bilan birgalikda keyingi foydali va qiziqarli videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.